Mana bu videodan keyin mendan 1400 odam отписка qildi. Videoni ko'rish uchun o'ziga bosing. She'r deysizmi, monolog deysizmi, matn deysizmi, buni men ayollarga bag'ishlab yozgan edim. Storiesga bejizga 13-may deb yozmagandim. Shu ideya o'sha payt kelgan edi. Tug'ruqdan keyingi birinchi oy ichida juda ham ko'p tanqidga uchradim. Nimaga bolani qorindan bo'g'atdi? Aniq noto'g'ri narsa yegansiz. Namuncha ichintirib tashladingiz, kiyintiring bolangizni. Ish qilib tagligini o'zingiz almashtira olasizmi? Menimcha bolani tegi xo'l, yaxshi qaramagansiz. Bolangiz juda ham injiq. Homiladorligingizda rosa nerv qilgan ekansiz-da. Nimaga bolani yig'lataverasiz? Qorni och, emizing. Nimaga sutni butilkadan berasiz? O'zingiz emizsiz bo'lmaydimi? Ko'p bervordingiz, ne bola qusyapti? Bitta bolaga qarash eplolmayapsizmi? Menimcha juda ham oddiy misol keltirdim. Qolganini onalar o'zi boshdan o'tkazgan bo'lsa kerak. Ya'ni har bir ona bolasi uchun eng zo'r onadir. Lekin jamiyat uni o'zini yomon ona deb his qilishi uchun hissasini qo'shib yuribdi. Toki men o'zimni onam taraflama tanqidga ham uchradim. Yaxshi bo'lsin deb aytdim-da, mamosh, sizdan paytda shunaqa qilinardi. To'g'ri, balki onalarimiz bolamizga yaxshi bo'lsin deb tanqid qilishgandir. Lekin ular bolani buvisi, onasi esa bu baribir onasi va u bolasiga faqat yaxshiligini tilaydi. O'zimizlar tarafdan qancha tanqid kelganini bilgan yerlarda edi. Sanab berishga barmoqlarim yetmaydi. Va faqatgina ona o'zini bolasiga nima yaxshi-yu, nima yomonligini o'zi biladi. Hattoki bu uni birinchi farzandi bo'lsa ham. Chunki 9 oy yuragini ostidan uni ko'tarib, hammasini qalban his qiladi. Shunga birovni tanqid qilishdan oldin o'zingiz kechirgan kunlaringizni eslang. O'ylaymanki, hech kim osonlik bilan farzandni katta qilmagan. She'rning ma'nosini esa ochiq qilib gapiradigan bo'lsak, shuncha avaylab yaxshi ko'rib katta qilsangiz ham jamiyat uchun siz yomon ona bo'lib qolasiz. Ta'kidlab o'taman, har bir farzand uchun uning onasi eng zo'r onadir. Ya'ni bu yerda gap yomon ona emas, balki jamiyat onani yomon qilib ko'rsatayotganda. Hech kim bolaga onachalik chiyachimaydi. Tashqaridan ko'rib gapirish oson. Har bir ona boshdan nimani o'tkazganini o'zi biladi. Va shu bilan she'rning ma'nosi o'zim haqimda emas, balki har bir ona haqida edi. Afsuski shu yerda ham jamiyat taraflama tanqidga uchradi. Men esa bu she'rni onalarimizni podдержка qilish uchun yozgan edim. Ya'ni hech bir ona tanqid qilishga munosib emas. Va 1400 ta bo'lgan отпискаga hech ham achinmayman. Balki ular hali ona bo'lmagan yoki женская solidarность nimaligini bilmagan ayollardir. Va agarda ularni hech qachon ona bo'lgan paytlarida tanqid qilishmagan bo'lsa, men juda ham xursandman. Va bu bilan birga bir kun ichida menga yangi 1,5 mingta obunachi keldi. Ulardan menga kelgan dalda xatlari juda ham chiroyli. Agarda siz ham shunaqa женская solidarность biladigan ayol bo'lsangiz, meni Barni profilimga marhamat. Menda blogim lifestyle, oila qadriyatlari, get ready va beauty, xullas o'zimning hayotim haqida. Men bilan qolib podдержка qilganlarga esa kattakon rahmat. Sizlar borsizlar, meni blogim bor. Men sizni yaxshi ko'raman.